60 hisoblanar ekan, ya'ni holati ideal degan ekan. 55 la bo'lib ketsa, keyin balonni almashtirish kerak bo'lib qolar ekan. 1 yil garantiya ham berishar ekan. Bu kapital remontni sotish uchun emas, o'zlari uchun qilgan ekanlar. Hozir srochniy pul kerak ekan, o'shanga sotyaptilar. Siz ham bu vaziyatdan foydalanib bosib olsangiz, maza qilasiz menimcha. Eng qizig'i, O'zbekistonda 4 ta bunaqa teplovoz bo'lsa, o'shandan bittasi aynan masha deyaptilar. Bu teplovozlarni probegi bo'yicha hisoblanmas ekan, motor remonti bo'yicha hisoblanar ekan. Misol uchun, motorini umri 6 martagacha remont qilishga yetar ekan, bemalolda hech narsa qilmas ekan. Lekin bu hali biron marta motori remont qilinmagan ekan. Eng qiziq joyiga keldik. Nech pul deb o'yladingiz bu teplovozni? Bir 3-4 million dollar deb o'ylamadingiz? Yo'q, siz ham bemalol bosib olsangiz bo'ladi. 350 ming bo'lsa beraman dedilar. Bosh xotirmay deb turib, talash